Endi bir osh qoshiq tomatimizni solib qovurib olamiz yaxshilab. Yaxshilab qovurilgandan keyin hamma sabzavotlarimizni solib 4 dona chesnok bo'lagini ham maydalab to'g'rab sovuramiz. 1-2 aylantirganimizdan keyin tuz, zira, kashna churug'i soldim. Tabga ko'ra hammasi. Yana 1-2 aylantirib 2 osh qoshiqda un solib yaxshilab aralashtirib qovurib olamiz. Oxirida 1 dona pomidorni oltiga bo'lib sovurdim. Endi masalliqlarni ko'mguncha suv quyib olamiz. Endi 2 dona lavro bargidan solib qo'ydim. Juda ham ta'mi yaxshi chiqadi. Ovqatimizni suvi qaynab chiqqandan keyin 40-45 minutga qopqog'ini yopib, past olovda dimlab qo'yamiz. Mana